ko'zimizdimi ko'rishni xohlamaydigan reallikda yashayapmiz. Ammo sabrlarimiz bilan davom eshityapmiz. Vatanlardan qovlab chiqarilgan, yurti tarafga qarab yosh to'kkan payg'ambarlarning izidan mengyapmiz. Undaq bo'lgan bo'lsa-chu, mundaq bo'lib ketsamchi bu kunlarni ko'rgicha deb nola qilyapmiz. Maryam onamizmi qattiq to'lg'oq azobidan, "Koshki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu, kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsamchu" deb faryod qilgan edi. Halbuki qo'rsqidagi bolaning payg'ambar ekanligini bilmaydi. Balkim bizmi tortayotgan dardlarimizning atidagi muvaffaqiyatimizning to'lg'i ekanligini sezmayotgandimiz. Oddiy ko'zlarimiz bilan ishlarning keyingi hikmatlarini ko'rmayotgandimiz. Musibatlarning biz o'ylab olgan shaklda kelmagani uchun bu kunlarning bizga bir sinoq ekanligini tuymayotgandimiz. Shundoq vaqtliq bir o'ngsizlik ichida yashayotimiz, ammo cheksiz bir umidning sohiblari biz. G'am qilma, Alloh biz bilan birga deb ta'lim bergan yetakchimizning toliblari biz. Boshqalar ishonmaydigan, hatto tasavvurmi qila olmaydigan bir sharoitda sabr bilan shukr qanot qilib uchayotgan zamonning g'oliblari biz. Haqiqat shuki, muvaffaqiyatning ma'nosi bizning qanchalik narsaga erishganligimizda emas, balki kurash qilish nuqtasidan qanchalik mang'olganimizda.